Peshton tumanining eng chekka hududlaridan biri Yangi Avlod mahallasida bugun rivojlanish va yangilanish hukm surmoqda. Mahalla yetkaziligi tomonidan hududni obod qilish va aholi turmush darajasini yaxshilash yo'lida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun biz ana shu mahalladagi o'zgarishlar va tashabbuslar haqida hikoya qilamiz. Mahalla yoshlaridan biri Muhiddin Rahmonov uchun sartaroshlik ota kasb hisoblanadi. U o'z faoliyatini yangi sartaroshxona qurishdan boshladi. Natijada aholi uchun qulaylik yaratilib, uzoq masofaga borish ehtiyoji kamaydi. Bugungi kunda u nafaqat daromad topmoqda, balki 2 nafar shogirdga hunar o'rgatib, ularning kelajagiga ham zamin yaratmoqda. Uning mehnati ota-onasi va mahalla ahli tomonidan yuksak baholanmoqda. Yangi Avlod mahallasida tadbirkorlik bilan shug'ullanib, daromad topayotganlar soni tobora ortib bormoqda. Jumladan, Elbek Umurqulov nafaqaga chiqqach, yangi faoliyatni yo'lga qo'ydi. Kredit asosida o'z xonadonida bedana, kanareyka, tovuq, asalari va qo'y parvarishlash uchun sharoit yaratdi. Inkubator xarid qilib, jo'ja yetishtirishni yo'lga qo'ydi. Bugungi kunda u haftalik va 10 kunlik bedana jo'jalarni xaridorlarga taklif etmoqda. Shuningdek, noyob shabu zotli tovuqlar tuxumi ham yuqori talabga ega bo'lib, shifobaxshligi bilan ajralib turadi. Asalarichilik faoliyati ham barqaror daromad manbaiga aylangan. Mahalladagi yana bir faol tadbirkor Doniyorjon Mamatqodirov ikkinchi guruh nogironligi bo'lishiga qaramay, o'zining matonati va tirishqoqligi bilan ko'plab yoshlarga ibrat bo'lmoqda. U Germaniya texnologiyasi asosida aqlli isitish qozonlarini ishlab chiqarmoqda. Ushbu mahsulotlar tejamkorligi va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi bilan ajralib turadi. Doniyorjon uzoq yillar payvandchilik bilan shug'ullanib, katta tajriba orttirgan hokim yordamchisi ko'magida kredit olib, o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Shogirdi Diyorbek bilan birgalikda EDD Heating Systems nomi ostida faoliyat yuritmoqda. Hozirda ular turli texnik buyurtmalarni bajarib, 3 nafar shogird bilan ish olib bormoqda. Kelgusida faoliyatni kengaytirish rejalashtirilgan. Bugun yurtimiz ulkan bunyodkorlik maydoniga aylanganini Yangi Avlod mahallasiga tashrif buyurgan har bir kishi yaqqol his etadi. Bu yerda tadbirkorlar Bahodirjon va Bobur Hasanovlar xorijiy hamkorlar bilan zamonaviy uslubda sifatli yig'ish ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan korxonada kuniga 50 ming dona qurilish materiali ishlab chiqarilib, iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Bu yerda 37 nafar ishchi mehnat qilib, o'z oilasi uchun barqaror daromad topmoqda. Ayni kunlarda esa yangi xumdon qurilishi jadal davom etmoqda. Maqsad yana 50 ta yangi ish o'rni yaratish. Xulosa qilib aytganda, Yangi Avlod mahallasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari aholi farovonligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.